Eron-Isroil urushining 4-kuni boshlanar ekan, har ikki tomon ham yuzlab dron va raketalar bilan zarba alishmoqda. Eron maydonda yolg'iz qolmadi. Yaman husiylari ham ozmi-ko'pmi raketalar bilan Isroilni bezovta qilib turishibdi. Aftidan Netanyahu Eronga past baho bergan ko'rinadi. Ko'plab tarqalgan lavhalar Isroilning zararlangan hududlari bamisoli G'azodagi binolardek ko'rinish hosil qilgan. Urushning dastlabki kunlarida farqli ravishda Eron zarbalari natijasida Isroilda vayron bo'lgan nishonlar soni ko'paygan. Isroil mudofaa kuchlari Eron tomonidan Isroilga yo'naltirilgan 100 ga yaqin dronni muvaffaqiyatli zararsizlantirgan ma'lum qildi. Shuningdek, Mashhadagi Eron aviatsiyaga tegishli yoqilg'i tashuvchi samolyot Isroil tomonidan nishonga olingan. Eron tomonidan Tel Aviv, Bat-Yam, Tamra, Haifa va boshqa markaziy Isroil shaharlariga raketa zarbalari berildi. Bat-Yamdagi zararlardan 200 dan ortiq kishi jabrlangan. Ko'plab shaharlar, inshootlar vayron qilingan. Ikki tomonlama ham zarbalar davom etayotgani uchun ayni vaqtda qancha odam halok bo'lganini aytish aniq qiyin. Isroil F-35, F-15 qiruvchi samolyotlari orqali Tehron neft bazasi, Mashhadagi harbiy yoqilg'i ombori, Hamadon radar markazi va Isfahondagi dron bazasini zarbalar berdi. Eron aviatsiyasi logistik liniyalarini yoqilg'i va Eron dronlarini yetkazish zanjiri razvedka asosida rejalashtirilgan hujumlar uyushtirildi. Al Jazeera manbalariga ko'ra, Eronning hujumlari Isroil elitasi va olimlarga qaratilgan. Netanyahu kecha Fox News'da bergan intervyusida Eron razvedka xizmati boshlig'i va uning o'rinbosari o'ldirilganligini da'vo qilgan. 15-iyun kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Eron-AQSh yadro muzokaralari to'xtatilgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri aytganidek, endi bu muzokaralarning ma'ni qolmadi. AQSh prezidenti Donald Tramp sotsial tarmog'idagi bayonotida Eronga nisbatan jiddiy ogohlantirish berdi. Agar Eron AQShga qarshi hujum amalga oshirsa, AQSh ilgari kuzatilmagan darajada zarba berishini bildirdi. Shu bilan birga Tramp AQSh Isroilning o'tgan kechadagi Eronga hujumiga aloqador emasligini ta'kidladi. Biz Eron va Isroil o'rtasida osonlikcha kelishuvga erishib, bu qonli nizoni tugatishimiz mumkin, degan u. Bugun tongda AQSh harbiy havo kuchlari 20 dan ortiq havoda yoqilg'i kuch quyuvchi samolyotlari Qo'shma Shtatlardagi bazalari tark etib, Yevropaga yo'l oldi. Balki safar yaqin sharq saridir. Reuters manbalariga ko'ra, Eron Isroil hujumlariga tugamagunicha otash kesim bo'yicha muzokaralarga tayyor emasligini ma'lum qildi. Eronliklar Qatar va Ummon vositachilariga shunchaki ma'lumot berib qo'ydi. Ular jiddiy muzokaralar faqat Isroilning profilaktik hujumlariga javob berilganidan keyin boshlashlari mumkin, degan manba.